Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda qitinglar ekranimizda bo'lsin. Hong Kong qonun loyihasining ma'qullanishi Xitoy tashqi ishlar ministrligini jiddiylashtirdi. Amerika ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, Amerika hukumatı Hong Kongga aloqador qonun loyihasini rasmiy ma'qullagandan keyin Xitoy tashqi ishlar ministrligi payshanba kuni Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Branstadni jiddiy chaqirib ko'rishdi. Amerikaning mazkur qarori Xitoy doiralarini aloqazada qilib o'tgan bo'lib, qonun loyihasi ma'qullanishining oldi-keyindagi yaqinqi bir hafta ichida Xitoy doiralari Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisini 3 qatim chaqirib bo'lgan. Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Li Yuching Branstad bilan ko'rishib, Amerikaning mazkur qaroriga qattiq noroziligini bildirgan. Shundaqla Amerikaning bu qonun loyihasini darhol amaldan qoldirishi kerakligini, bo'lmasa barliq oqibatga Amerika tarafining mas'ul bo'lganligini aytib, hayva qilgan. Amerikaning Xitoyda turishliq elchixonasi bayonotchisi bir necha kun burun bu haqda ifoda bildirgan bo'lib, Xitoy Kompartiyasining cho'qim Hong Kong xalqiga bergan va'dasiga amal qilishi kerakligini, Hong Kong xalqining amaliyotda Xitoy Angliya birlashma bayonotida tilga ilingan haq-huquqlarini kafolatga ega qilishni talab qilganligini ta'kidlagan. Mazkur qonun loyihasining ma'qullanishi necha oydan buyon to'xtamay namoyish qilayotgan Hong Kong xalqiga qaytadan kuch beg'ishlagan bo'lsa, Xitoy doiralariga ig'ir zarba bo'lgan. Xitoy Kompartiyasidan boshqa Hong Kong ma'muriy hukumati bayonot e'lon qilib, Amerikaning bu qaroridan afsuslanganligini bildirgan. Volkswagen shirkati o'zini oqlashga majbur bo'ldi. Germaniya ovozi to'rining 27 noyabrdagi xabarda bildirilishicha, Germaniyaning danglik avtomobil shirkati Volkswagen Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga aloqador ayblangandan keyin shirkat mas'ullari o'zini oqlab bayonot e'lon qilishga majbur bo'ldi. Xitoy bozoriga kirgani 35 yil bo'lgan Volkswagen shirkati 2013-yili Urumchi shahrida ishlab chiqarish liniyasi qurgan. Bu yil 4-oyda shirkatning bosh mas'uli Herbert Days muxbirlarning savoliga javob berganda, Sharq Turkistonda jazo lagerlari borligini bilmaydiganligini, bu vaqtda to'xtalishni xohlamaydiganligini bildirgandan keyin xalqarodagi har qaysi tashkilot va faoliyatchilarning tanqidiga uchragan edi. Yaqinda jazo lagerlariga aloqador ichki hujjatlar oshkorlangandan keyin Volkswagen shirkatining jazo lagerlaridagi majburiy emgakka selinayotganlardan manfaatlanayotgan bo'lishi mumkinligi o'tirg'a qo'yildi. Shirkat mas'ullari bu haqda bayonot e'lon qilib, shirkatdagi xizmatchilarning 25%ning osonliq millatini ekanligini, hammasining qonunliq to'xtamli xizmatchilar ekanligini, jazo lageri bilan aloqasi yo'q ekanligini bildirdi. Shundaqdimi Janubiy German gazetining yaqinda e'lon qilgan dokladida Volkswagen shirkatining Sharq Turkistondagi qurolliq soqchi qism bilan ma'lum hamkorlik munosabati borligi oshkorlandi. Germaniya parlament a'zosi guruhi muavin raisi Johannes Vogel bu haqda ifoda bildirib, Volkswagen shirkatining jazo lageri masalasida o'z majburiyatini ado qilishi kerakligini, agar shirkatning jazo lageridan yoki majburiy emgakka selinayotganlardan manfaatlanayotganligi dalillansa, Urumchidagi ishlab chiqarish liniyasini darhol to'xtatishi kerakligini ta'kidladi. Undan boshqa har qaysi davlatlardagi faoliyatchi yoshlar yaqinqi bir necha kun ichida Volkswagen shirkatiga qarshi ijtimoiy taratquv faoliyati boshlagan bo'lib, jazo lageri masalasini dunyoga bildirish va Xitoyning jinoyatlarga hamkorlashayotgan shaxs va shirkatlarni fosh qilishni maqsad qilgan. Xitoy elchixonasining Turkiyadagi qonunsiz qilmishi oshkorlandi. Xitoy elchixonasining Turkiyaning nurg'un shaharlarida Xitoylarga yordam qilish xodimlarini belgilaganligi oshkorlandi. 23 noyabr kuni Xitoyning Anqara turishliq elchixonasi bilan Xitoyning Istanbulda turishliq konsulxonasi birlashib, Anqarada 2019-yillik xizmat yig'ini ochgan. Yig'inga Xitoyning Anqaradagi bosh elchisi Dingli, Istanbulda turishliq konsulxonasining konsuli Soyvey va Turkiyaning har qaysi shaharlaridan kelgan 40 ta kishi qatnashgan. Yig'inda 2019-yili Xitoylarning bexatarligini qo'g'dashda xizmat ko'rsatganlarga mukofot berilgan. Yangi qabul qilingan xodimlarga xizmat to'g'risida ma'lumot berilgan. 2017-yili Xitoy rejimi Turkiyadagi Xitoy elchixonasi bilan hamkorlashib, Turkiyadagi Xitoylarning va Turkiyaga sayohatga kelgan Xitoylarning bexatarligini qo'g'dash uchun yordam qiluvchi xodim belgilagan. Hozircha Turkiyaning Anqara, Istanbul, Antalya va Kapadokiya qatorliq shaharlarida Xitoy elchixonasiga moslashib, Xitoylarga bexatarlik jihatdan yordam qiladigan 48 kishi qabul qilingan. Xitoyning Anqarada turishliq elchixonasining to'r betidagi xabarga asoslanganda,
Bu kishilar Xitoylar Turkiyada qatnash voqeasiga uchrasa, sayohat jarayonida turklar bilan ixtilof ko'rilsa yoki beshig'i kun tushsa darhol berib tarjimonlik qilib Turkiyaga kelgan Xitoylarning haq-huquqini qo'g'daydi ekan. Erkin Osiyo radiosining egallagan ma'lumotlarga asoslanganda bu 48 kishi ichida 12si Uyg'ur ekan. İsmini oshkorlashni xohlamaydigan bir Uyg'ur bu vazifani elishdagi sabablar haqida to'xtalib, u vazifa olgan Uyg'urlarning ko'pinchisining vatanda lagerga elib ketilgan ota-onasi va urug' tuqqanlarini qo'yib beramdikin deb vazifa olganligini ilgari surgan. Radio muxbiri bu Uyg'ur o'quvchilarga ko'p qatim telefon qilgan bo'lsa-mu, ammo ovozini e'lon qilishni rad qilgan. Turkiyaning munosabatli qonuniga asosan Turkiyaga kelgan yoki Turkiyada yashayotgan chet elliklarning bexatarligi Turkiyaning qo'g'dishi ostida bo'ladi ekan. Bundaq turuqliq Xitoy elchixonasining Turkiyaga kelgan Xitoylarning bexatarligini qo'g'dash uchun Xitoylar ko'plab keladigan shaharlarga Xitoy tili biladigan kishilarni tayin qilishiga turk siyosatchilar qanday qaraydi? Muxbir bu haqda İYİ partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Fahrettin Yo'qush apandini ziyorat qilgan bo'lib, u so'zida Xitoyning bunday qilishini Turkiya hukumatining qabul qilmasligi kerakligini, o'zining bu haqda texmo tafsiliy ma'lumot egallab Turkiya parlamentining kun tartibiga elib kelganligini bayon qilib, mundaq degan: "Bu to'g'ri emas. Turkiya buni qabul qilmasligi kerak. Chunki Turkiyadagi chet elliklar va o'z fuqarosi bo'lib, hammalarning bexatarligini Turkiya davlati qo'g'daydi. Turkiya qonundimi shunday ko'rsatilgan. Shunga bu yerga kelgan Xitoylarning bexatarligi uchun ayrim kishilarning Xitoy elchixonasi tarafidan tayin qilinishi to'g'ri emas. Bu Turkiya davlatining obro'yiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Biz buni parlamentda o'ttirg'a qo'yib to'sishga tirishamiz." Anqaradagi Uyg'ur tadqiqot institutining mudiri doktor Erkin Akram apandi Xitoy yurgizayotgan bu tuzumni Turkiyadan boshqa davlatlarda ham yurgizayotganligini, Xitoyning buni qurib chiqishining 4 alohidalikka ega ekanligini, bularning ichidagi eng muhimlaridan birining Xitoy fuqarolarini Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlarining xavfidan qo'g'dab qilish degili bo'lganligini bayon qildi. Hidoyatullo O'g'izxon apandi 2017-yili Xitoyning Turkiyada bunday bir sistemani qurib chiqishining Xitoy qurgan jazo lagerlari bilan ma'lum munosabati borligini bayon qildi. Qahramonmarash shahridagi Sutchi Imom universiteti diniy ilmlar kasbining o'qituvchisi doktor Olimjon Bog'da 2017-yilda bu sistemaning boshlanishining jazo lagerlari bilan munosabati borligini, Uyg'ur o'quvchilarining buningga qatnashishining afsuslanarli ish ekanligini bayon qildi. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hay'ati Anqarada ziyorati bo'ldi. 27 noyabr Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati, Sutuqbo'raxon ilm va madaniyat vaqfi, Sharq Turkiston yangi nesil harakati va Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyati qatorliq tashkilotlarning a'zolaridan tarkib topgan bir hay'at Anqarada ziyorati bo'ldi. Hay'at 28 noyabr kuni Turkiyaning yoshlik va tantarbiya ministrligini ziyorat qildi. Sharq Turkiston hay'atini yoshlik va tantarbiya ministrligining yoshlar xizmatiga mas'ul muavin mudiri Sardal Aravji ishxonasida kutib oldi. Hidoyatullo O'g'izxon Sardal Aravji bilan bo'lgan suhbat jarayonida Sharq Turkiston xalqining Turkiyadan kutayotgan umidlarini, hal qilishga tegishli saqlanayotgan ba'zi masalalarni o'tirg'a qo'yish bilan birga o'zlarining arzu-umidlarini aytib o'tdi. Suhbat oxirlashgandan keyin har ikki taraf o'zaro xotira sovg'at taqdim qilishdi. Trumpning Hong Kong qonun loyihasini tasdiqlashi Osiyo paychek bozoriga og'ir ta'sir ko'rsatdi. Yer shari xarakterlik paycheki bozorlari Amerika prezidenti Donald Trumpning Hong Kongga aloqador tashlagan qadamidan keyin Xitoy rahbarlari va Amerika mas'ullari tomonidan e'lon qilingan bayonotlarga markazlashdi. Amerikada tunugun boshlanadigan tashakkur aytish bayrami Shukron kuni dam olishidan ilgari 27 noyabr Amerika paycheki bozorlarida rekord yaratildi. 27 noyabr e'lon qilingan sonliq ma'lumotlarga asoslanganda Amerika iqtisodi yilning 3-chorakida 2.1% deb taxmin qilingan yuksalishdan halqib o'tgan bo'lib, chidamchan mol zakoslari oktyabr oyida taxmin qilingandan ortiq bo'lgan. Bu ilgirlashlar bilan Dow Jones ko'rsatkichi 0.15 va P500 ko'rsatkichi 0.42% hamda Nasdaq ko'rsatkichi 0.66% eshib, barliq chog'lardagiga selishtirganda eng yuqori nisbatlik yepilishni ishga oshirdi. Amerika prezidenti Trumpning 27 noyabr kechda e'lon qilgan yozim bayonoti bugun Osiyo paycheki bozorlarining tuvallishiga sabab bo'ldi. Donald Trump palataning har ikki qanatining tasdiqidan o'tib, o'zining oldiga kelgan Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasi nomli qonun taklifini tasdiqlaganligini e'lon qildi. Bu qonun taklifi Hong Kongdagi namoyishlarda xalqqa zo'r qilgan Xitoy mas'ullariga embargo yurgizishni o'z ichiga oladi.
Bu ahvollar Osiyo pay cheki bozorlarida tövellashga sabab bo'ldi. Nikkei 225 ko'rsatkichining qimmati 0,1% va Shanxay birlashma pay cheki ko'rsatkichining qimmati 0,5% tövellab ketdi. Erdoğan Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashining qurilmasini tanqid qildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashining qurilmasini tanqid qildi. Cumhur Reis Erdoğan İstanbul Qurultay Merkezi chaqirilgan 35-navbatlik İslam Hamkorlik Tashkiloti iqtisodiy va savdo hamkorligi doimiy komiteti yig'ini ministrlar ejilishi bilimida so'z qilib, yuz berayotgan azob uqubatlarga chora topolmagan bir Birleşken Milletler Teşkilatı insoniyatning saqlanayotgan masalalarga chora topolmaydi. Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zolaridan bo'lgan 5 davlatning ichida xalqi musulmon birmi davlat yo'q. Ikkinchi dunyo urushining g'oliblari tomonidan qurilgan bu adolatsiz sistemaning davomlashishi mumkin emas. Xalqaro xavfsizlik chirtiyojlarining zamonimizning sharoitiga asosan qaytadan radga selinishi zaruriyatga aylandi. Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashining qurilmasi dunyo nufusining jug'rofiyalik va diniy tarqalishi nazarda tutilgan holda qaytadan bekitilishi kerak deganlarini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishgacha sizlarni janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.